Men nima uchun Injilni juda hurmat qilaman? Bibliya deb aytadi, to'liq Injilni nima uchun yaxshi ko'raman? Oddiy misol, men ham rosa tekshiradigan insonlardan biriman. Masalan, men ham bu kitobni qayerdadir noto'g'ri joyini izlaganman bir vaqtlar. Mana men izlasammi, mana shu noto'g'ri joyini ko'rsatardim degan inson men edim. Chunki menga xushxabar aytgan odamga men o'tkazib qo'yaman hozir bu kitobni noto'g'ri bo'lgan joylarni deb rosa qidirgan odamman-da. Qarang. Bu muqaddas kitob, Injil, Tavrot, Zabur butun ochiq kitob. Ochiq, xohlagan odam kelib turib buni tanqid qilishi mumkin. Bu narsani xohlagan odam kelib turib critical thinking degan so'z bor-ku, xohlagan odam kritika qila oladi buni. Ochiq, lekin o'z kuchini yo'qotmaydi. Bugungacha bor. Hech kim buni unaqa buni hech kim himoya qilish shart emas. Ana shu uchun buni yaxshi ko'raman. Bu kitobni bilasizmi, qancha odam yo'q qilmoqchi bo'lyapti. O'zgartirilgan, bizniki emas, savol berilyapti. Qayeri o'zgartirilgan? Bitta ko'rsatib bering. Mana bu yer o'zgartirilgan. Originalda nima degan? Bilmaydi. Original qaysi tilda yozilgan? Bilmaydi. Yangi ahd grek tilida yozilgan. Eski ahd aromiy tilda yozilgan. U ibroniy tilga juda ham yaqin bo'lgan. Lekin uni original sen grekchani bilasanmi desa yo'q deydi. Qayerdan bilasan? O'zgartirilgan deb aytayapsan. O'zi o'qib ko'rmagan, lekin uni ham kimlardan eshitganligi uchun o'zgartirilgan deb aytish juda katta xato.